Bu kitoblar xazinasi saqlanadigan katta saroy shekilli. Juda ham chiroyli ekan. Salom bolakay. Senga biron bir yordam kerakmi? Assalomu alaykum. Ha, yordam bersangiz xursand bo'lardim. Xo'p, mayli. Juda qiziquvchan bola ekansan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi 1870-yili may oyida Toshkent ommaviy kutubxonasi sifatida ochilgan. Avvalgi odamlar uydagi kitoblar, noyob qo'lyozmalarni kutubxonaga topshirishgan. Shu yilning may oyida 2000 tomdan ortiq kitob yig'ilib, kutubxona fondining asosi yaratilgan. 1920-yili kutubxonaga davlat kutubxonasi maqomi beriladi. 1925-yilga kelib, kutubxonaning fondidagi kitoblar 140 ming jildga yetadi. 1948-yili kutubxonaga buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiy nomi berildi. Dunyoning istalgan mamlakatida turib, kutubxonamizdan foydalanish imkoniyati ham mavjud. Biroq qo'lga kitob tutishni, gashti ham, foydasi ham boshqacha.